Bo'stonliq tumanida Chorvoq darvozasi turistik majmuasining ochilishi bo'lib o'tdi. Tadbirda milliy musiqa, raqslar va madaniy stendlar namoyish etildi. Ushbu tadbir prezidentning turizmni rivojlantirish, faol dam olishni qo'llab-quvvatlash, majmualarni boshqa hududlarda qurish bo'yicha bergan topshiriqlari asosida tashkil etildi. Bo'stonliqda so'nggi 5 yil ichida 2 trillion so'mdan ortiq investitsiyalar kiritilib, 59 ta yirik turistik obyekt qurilgan. Yangi Chorvoq darvozasi majmuasiga 25 gektar maydon ajratilgan. U 5000 ga yaqin mehmonni qabul qilishi mumkin. Majmuada 16 ta ko'p qavatli uy, 3 ta mehmonxona, restoranlar, akvapark va musiqa favorasi mavjud. Chorvoq darvozasi loyihasi 3 ta bosqichda qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda loyihamizning birinchi bosqich ishlari yakunlandi. Birinchi bosqich ishlari 2024-yilda boshlangan bo'lib, 14 oy davomida qurib bitkazilindi. Birinchi bosqichda loyihamizda turar joy majmualari, savdo ko'ngilochar tijorat maydonlari, ochiq va yopiq bolalar maydonchalari, jahon standartlariga mos keladigan mehmonxona qad rostladi. Bizim burada projemizde Loyihamizning umumiy maydoni 24,5 gektarni tashkil etadi. Birinchi bosqichda 650 ta kvartira mavjud bo'lib, ularning umumiy maydoni 90 ming kvadrat metrdan iborat. Ushbu kvartiralar oddiy emas, ular ijaraga berilishi mumkin yoki ulardan xizmat ko'rsatuvchi mehmonxona sifatida foydalanish ham mumkin. Shuningdek, biznes imkoniyatlari ham taqdim etiladi. Ular nafaqat bu yerda ta'til o'tkazish va yashash uchun, balki investitsiya maqsadiga ham mos keladi. Chorvoq darvozasi loyihasi O'zbekiston xalqi va chet eldan kelgan mehmonlar uchun maxsus taklifdir. Loyihada ochiq va yopiq avtopark joylari mavjud bo'lib, ular dunyo standartlariga mos ravishda qurilgan. Jami 185 ta avtomobil uchun joy ajratilgan. Birinchi qavatda esa chakana savdo do'konlari va boshqa xizmatlar joylashadi. Shuningdek, ushbu dasturning iqtisodiy ahamiyati ham ta'kidlandi. avvalambor yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Har bitta qurilayotgan majmuada yaratilayotgan ish o'rinlari Toshkent viloyatining aholisi uchun, Toshkent viloyati uchun har bir yaratilayotgan ish o'rnida davlatimiz rahbari aytganlaridek, inson qadri, inson manfaati, qaysidir oilani iqtisodiyotini rivojlantirish uchun va alohida yoshlarimiz uchun yaratilayotgan ish o'rinlari, bu turistik zonada tarjimonlar ham kerak, zamonaviy gastronomik xizmatni ko'rsatish uchun ham mutaxassislar kerak. Demakki, bugungi kundagi yoshlarimiz uchun yaratilayotgan ish o'rinlari ham Toshkent viloyatining yoshlari, Bo'stonliq tumani yoshlari uchun juda ham katta imkoniyat. Havosi toza, sal odam shovqinli shahardan charchaganda bitta ozgina bo'lsa ham dam olish uchun, hordiq chiqarish uchun, shu maqsadda farzandlarimizning kelajagi uchun shu loyihadan uy oldik. Bu turar joy kompleksi yana bir xususiyati ekologik juda ham yaxshi hududda joylashgan, turistik aktiv bo'lgan hududda joylashgan. Yozda hammamizga ma'lum, Toshkent shahrining aholisi hammasi shu yoqqa intiladi. Bu yerdan uy-joy xarid qilgan odamlarda juda yaxshi imkoniyat, yozni juda ham chiroyli, maroqli o'tkazish imkoniyati bor. Go'zal joyda joylashgan ekan. Havosi toza, kelib dam olish uchun juda ham qulay. Yo'li yuzida. Bu loyiha moliyaviy hamkorlik va uzoq muddatli rivojlanishni aks ettiradi. Loyihaning amalga oshirilishi O'zbekiston Milliy banki A reytingiga ega Discovery Invest kompaniyasi tomonidan ta'minlandi. Yangi turistik majmua ekologik barqarorlik va yashil iqtisodiyotga ham o'z hissasini qo'shadi.